O'zbekistonda dahshatli zilzilalar boshlandimi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahri va viloyatlarda 12 mart kuni soat 06:16 da 3 balli zilzila bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika xabar berdi. Markazi xabar qildi. Zilzila epitsentri Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan. Zilzila koordinatalari 41,43 gradus shimoliy kenglik, 69,16 gradus sharqiy uzunlik, magnituda M3,6, chuqurlik 10 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 19 km shimoliy g'arbda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi: Toshkent tumanida 3 balli 6 km, Olmazor tumanida 3 balli 10 km, Shayxontohur tumanida 2-3 ball 15 km, Uchtepa tumanida 2-3 ball 16 km, Chilonzor tumanida 2-3 ball 17 km, Mirzo Ulug'bek tumanida 3 ball 18 km, Yakkasaroy tumanida 3 ball 18 km, Mirobod tumanida 2 ball 19 km, Toshkent shahrida 2 ball 19 km, Zangiota, Yashnobod, Sergeli, Bektemir, Yangihayot, Qibray tumanlarida ham 2 ball 19, 20-26 km. Shunday ekan, bu xabarimizni barcha Toshkentda yashovchi yaqinlaringizga jo'natib, ularni ham ogohlantiring. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.